Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimizni tugatdik tunkalari bilan qatirib. Bu obyektimizning razmeri uzunasi 28 metr, eniga bo'lsa 17 metr bo'ldi. Mana shu ko'rinishlarda. Mana. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab uy tomlari, katta zdaniya, zavod, fabrikalarda ustilari, molxonalar bo'lsa 25 metrgacha bez ustini olib beraveramiz. Mana shu ko'rinishlarda bo'ldi. Tagiga mana chorni tashab pena qo'yishdi buni ustiga. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, kvadrati 170 mingdan 300 minggadir. Mana shu joyimiz. Uyda egasi tunkani olib berdi. Qolgan mahsulotlar o'zimizdan bo'ldi. 91 million so'mga mana shu joyda qilib berdik. Uyda egasidan tunka bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.